Bağır haylanma tam bize yeni zaman mı kaptı? O tamın ornama soğum soğuda değil mi? İge sepeline gidelim. Vay atam. Tam yığılamay varsın. Soğum nergeysiz kılıp kanak bakınınızı. Şu kamağını kılay diye ben şu miyagi sayahatçılar kez kösün deymen go. Bu Turpan'ınki Koni şehir koçisi ha. Yeni bir ismi Molazaydın koçisi de bunu dankıva benim. Bütün Koni'nin olan bir şey işlegen burun. Mahmut Süleyman'ınki MTV'sizdeki MTV işlegen koç şu. Aslında bizim öyle bir şey soğumdan var idi ha. Ha, burada. Kiçik valla soğumdan okumaydı hazır ha. Bilmem. Mesela ben şu soğumunu da soğuvatkanım yadımda. Hazır heminem tuluk bizim turmuşumuzda şuna bayağı şad. Heminem bah, lekin soğum kısak birisi kiçik valla nurgulla bilvalı ki bunu seliniş kaidesine. Amdaki bunu unutul kalmaydı ki. Burunqu davrılan hazır davrını seliştirdi ki. Yeni birisi çoğunluğa bir xil yakın turganda buldu ki adam çoğunluğa tüye ketkenken. Keyingi avlodlarga Bu mesela bunu simultan qilish qanchalik emaslar. Bu qandaqdir ya qalaqliq yoki bir ta'tirlik emas. Shaxsan meni qarashim. So'qimning so'qilish qoidalarini miyaga ma darvozaga kemiraysilib miyaga. Igibchu. Igib kemiraysilib losiga. Shinchingda bir o'ylab baq shunda igiz hayvat. Aşağıda qilib kemirayning igilib silinish qoidalarini, so'qimning so'qilish qoidalarini biz qilib qo'ymasak yazma xotiri yo'q hech qanday cho'q to'g'risida ustalar hunarvanlar qilib kelgan shu anda ekan. Shunlashqa buni biz do'yinda so'zlab chiqish orqali birisi darsuqdak, ham birisi aslim buldika, ham birisi qiziqarli buldika. Kichik valla andakin ham birisi davrni selishtirish orqali bugungi davr bilan makon davrini selishtirib nurg'un yo'q ijobiy taraflar ekan buningcha. Turpanda nada vakin tang bu tapda. So'qma so'qadigan, kemiradigan ustamlar. Cho'qim chiqdi barag'aylar. Ben bir şey soğum sokup kemereyip yaş balalarga ögüt koymuş, ders kılıp saqlab qo'ymasak do'yinda mengu yuqa ketdimdi. İşte çan tutmasak, yeni 20-30 yil ekan qayerlar tuya kelsam yuqa ketdimdi. Shunaqmi? Shu o'yna qanday yaqibsiz deganimda cho'nqir. Yaxshi yaqibmizmi? Ko'plab taxt qo'yinglar, ha, Qashqar xotin Aqsuq G'ulja nadil bo'lsa Turpan o'zi nardi kelsa, so'qim soqish bilan kemereyi gishini yog'och yapmay, kiysa ig'voda o'ylab shularni film qilib ishlatmoqchi. Mayna yo'g'on darvozadaymiz ha. Ana so'qim soqishni bildigan, mayna kemirib solgan bildigan ustamlar bizni aloqalasanglar, tavsiya qilsanglar bo'ldi, qaysi shirkat yoki qaysi shaxs, qaysi taom chiqalar, mayli Qashqar Turpan G'ulja Aqsuq, Allar, Tumshuq, Pichoq sundi, xota hangiga qaysi nadil bo'lsin bir usta bo'lsanglar bizga aloqalasanglar, ya tavsiya qilsanglar bo'ldi. Ana qilmanglar mana savolni bizga yordam beringlar. Kim qilalar, qaysi shirkat qilalar bu ishni?